Selamünaleyküm mikraldaki izləyicilərə təşkilinə xeyirlik olsun. Mən Adil Əriyev, Uyğur Tədqiqat İnstitutu namıdan onlara salam yollayıram. Ərəbdə institutumuzun müdiri, şundaqla Hacettepe Üniversitesi Ədəbiyyat Fakültesi Tarix Bilimi Fakültesi doçent doktor Erkin Ekrem müəllim bilan ötküzüb kelayotgan xalqaro vaziyat və kun tartibli proqramımızdakı yeni bilimi huzurunuzda oldu. Erkin müəllim, xoş gəldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Xitay Təşqi İşlər Ministerinin bildirişçe müşahene yani 5. ayındaki 18-19 günleri Xitay'ın işleyen şehirde Xitay ve Orta Asya'daki 5 devlet oturuşda Ali Başlıkla yığını çağırıldıkken bu yığınınki biz bugünkü programımızda bu yığın ne için Şiyen'de çağırıldı. Xitay'ın bu yığını tutuqallarını ve Orta Asya devletlerinin yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Katarlık devletlerindeki bu yığının tutuqallarını ve ondan başka bu xıtım qıyğın bu Xitay Orta Asya devletlerinin aslında qandaq təsirlərini köküşdürdü. Hem de mühimi Rusya ile Ukrayna oturuşda yüz buratqan bu hazırki uruş mezgilde Xitay Rusya'nınki hazırki qiyin ahaldaki vaziyetin paylanıp durup Orta Asya'da qandaqlaq nüfuz dairesini kengaytirdi degan masalalar ustida analiz etishimiz Erkman oldi bilan bu xıtımqı yığın nima uchun Şiyan'ı çağırıldı Beijing'de emas? Şimdi Şiyan bu Xitay'ınki tarihi paytaxt şehri ve Xitay'ınki Tang sülalesi degan sülaleningki paytaxt yeri. Ondan başka bu İpek yolu bu ufkumni yaratquchisi Richthofen degan bir qirman 1870'lerde yazgan bir kitap var. Yani Xitay hakkında. O kitapta birinci ketim İpek yolu degan hukmni işiltidi. Ve İpek yolunun başlanışını Şiyan deb koygan, değil mi? Bunun aksi da anandaki Robert bu Harman degan bir adam ondan şu İpek yolunun haritasını, birinci haritasını sızgandı mı? Yani Şiyan'da başlatkan, değil mi? Hem de Xitay tarih boyunca bu İpek yolu degan hukmni işletken emas. Xitay mı bu Konfuçyus'unki ideyasinden o ticaretçilerge belki yaxşı qarmat degan, ularni past ko'radi. Shuningga Xitoyningki bu hozirgi yangi İpek yolu degan hukm chiqqandan keyin uningga sahip chiqishga tirishyapti. Shuningga Şiyan'da bu o'z vaqtida O'rta Osiyoliklar hammasi shu nimaga Şiyanga keladi. Keyin musulmonlarmi Şiyanga kelib jamilarni bu yerda qurdi. Qolgan Zerdüştçülük deymiz, Nestoriy deymiz, bu dinlarni bu Şiyan'da ibodatxonalarni qurgan, değil mi? Bence şunu ko'rsatmoqchi. Yani bugünkü Xitoyning yurgizayotgan yeni İpek yolu stratejisiga mos keltirib, şu Şiyan'da hem tarihi cidden biz uzun yıllar beri, qancha asrdan beri birlikte bo'lganligini ve bugün ve bundan kim birlikte bo'lganligini bundan ko'rgan bo'lish kerak. Hem de bu Wuhan virüsü devam qilayotgan vaqtida Xitoyga kelgan ziyoratchilarni shu Beijingga kirgizmagan, çünkü Beijingda bu kasal yeyilib ketmasin deb. Shuningga xil şehirlerde nurg'un nimalarni chet davlatninki odamlarni qabul qilganda boshqa ishlar. Hamda hozirgi pandemiyaning ahvoli biroz sustlashdi. Bunun bilan bir aloqasi bormi bilmayman. Ama Şiyan hamda Xitoy tarixininki eng muhim bir shehri bo'lg'achqa bu yerni tanlagan bo'lish kerak. Ama şu ulapla bu xıtımqı yığınınki çağırılış məqsədi sizcə qaysilar? Bu O'rta Asya rayon chetdan degan chaqda Xitoy uchun muhim bir rayon. Yani Xitoyningki shu taraqqiyoti bo'lsin, shu Sharq Turkistonninki muqimligi bo'lsin ve shundaqla Xitoyningki shu Yevrasiya tarafga, yani O'rta Asiyadan O'rta Sharqgacha ve Yevropaga borgacha chiqish bir yer yani bu yer. Shuningga bu yerdagi davlatlar bilan munosabatni yaxshi qurish
bu devletlerde bağ boğan ham maddeni qo'lga tushirish, bu devletlerde o'zininki bir bazırını ichish degandek mushtaq bir maqsad bor edi. Hamda belki savol mı keladi, nima uchun bu O'rta Osiyo plus 5 plus 1, yani O'rta Osiyo 5 devlet bir Xitoy. Onlar yig'inni ayrıca ochadi, bo'lmasa Shanxay hamkorlik tashkiloti degan bir nima bor bu rolni o'ynay oladigan. Hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti yildan yilga a'zoni ko'paytiryotdi. İran resmi qabul qilib bo'ldi asos a'zosi deb. Ondan keyin bu Belarusiyani qabul qilishda shu yildagi Shanxay hamkorlik tashkilotining zirvasi yig'inida, liderlar yig'inida belki shu Belarusiyani ekirdi. Ve onunla qaytilgan O'rta Sharq devletler var. Katar var, Suudi Arabiston var degandek. Arab emirliklerinin birligi degandek o devletler var. Biz shu kuzatuvchi yoki diyalog devlet bo'laylik qilyapti. Yani nima demek deganda, Shanxay hamkorlik tashkilotining mevcut a'zolarının arasında nurg'un meseleler var. Kırgızistan, Tacikistan chegara meselesi, Pakistan bilan Hindistanning Kashmir meselesi degan. Ondan keyin Rossiya peshig'i terib meseleler var, İranning peshig'i terib meseleler var. Hammasi bu Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirgan keyin kun tartiblarninki ko'payib ketishi, Xitoyning O'rta Osiyo devletleri bilan o'zaro bo'lgan yig'inni sustlashtiruvdi. Temalar ko'p bo'lib ketgandan keyin shu Xitoyning O'rta Osiyo bilan, yagona O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatni ojizlashtirib qo'ydi. Bu bir. İkincisi, shu Trump hukumatining vaqtida Tashqi ishlar ministri Pompeo shu O'rta Osiyo 5 plus 1 deb yig'inni boshlatgan, ama Tashqi ishlar ministrligi seviyesinde. Onu doğrab Xitoyma qilishga boshladi. Onu doğrab Rusma qilishga boshladi. Hozir bu nima Japoniya va Koreya shunda. Yani O'rta Osiyomi o'zaro bunda bir ittifoqni qurib, chet devletlarga qarshi biz birlikda bo'laylik deb bu O'rta Osiyo 5 degan qimmatni ahamiyat beryapti. Hem de yakın zamanda O'rta Osiyodagi devletlerinin reisleri birbirini ziyaret kılıp meselelerini hal kılış o'zininki ichidagi meseleler. Ondan keyin birlikte shu boshqa devletlerga qarshi mayli ittifoq qilaylik, mayli hamkorlik qilaylik, mayli qarshi chiqaylik, birlikte bo'laylik degan bir siyosiy iqlim bor, diplomasiya iqlim bor. Yani bunda bir ahvolda Xitoy hamda shu O'rta Osiyoda shunday bir mexanizmani qurgandi. Bu Tashqi ishlar ministrligining seviyesindeki bulduğu yig'inida Tashqi ishlar ministrligining arasındaki bu içilgan yig'inni liderler seviyesiga ko'taraylik deb bulduğu birinci aydımı shunun tayyorlik yig'ini, yani to'rda içildi ama tayyorlik yig'inini qildi. Hamda bu da hem de Şiyan'da bunu resmileştirdi bu mekanizmanı. Yani Xitoy bu O'rta Osiyoga karşı, Avrasiya'ya karşı hem yeni İpek yolu stratejisi var. Bunun nurg'un devletler qaytildi. Hem de Shanxay hamkorlik tashkiloti var. Hem de hozir bu O'rta Osiyo Xitoy bu mekanizmani qurdi. Malum bu öyle bir köpek kuşulgan 5 devlet, yani 5 kuşulgan bir devlet yığını bunun Tashqi ishlar meselesiyle ötküzüldüğünüz bu liderler ötküzüş alıp tutmakçı olduğu da var siz. Demek ki bu yerde bir terakat, ilgilileşip diyen gelen. Muşkatımlık yığından Xitoy nimelerini kütüdü, bu O'rta Osiyoda nimelerini kütüdü. Hem de bu Xitoyning kutadigan birinchi ishi shu iqtisodiy jihatdan. Yani bu O'rta Osiyoda ham moddalar ko'p. Xitoy taraqqiy qilgan sari ham moddaga ehtiyoj bor.
Şununla Kırgızistan'da, şu nime, Kazakistan'da, Özbekistan'da çık narsalarni ilyapti. Bundan başka bir yerde enerji var. Xitoy zaten ilk kelyapti Türkmeniston bilan. Ondan başka bu rayonda Şərq Türkistanlıqlarga destek vermezlik, yani ularni qo'llab qilmasin deydigan bir ahvol mı var bir de. Yani bu talep mi var? Onun üçüncü bir ahval bolsa, yani talep olsa, yani başka güçler, mesela Amerika'daki, Avrupa Birliği'ndeki, Japonya ya da Kore, Cenab-ı Kore degandek bu rayonda təsirini tiklemesin deb, nüfuzunu güçlendirmesin deb o jeopolitik cehdeme bir talebi var. Ama hemini jığıp en mühimi şu yeni İpek yolunun ravan buluşu. Çünkü burunki programlarda açık dedik, yeni İpek yolunun ki bu projenin emelleşişi Xitay'ın ki bunun Cihangir devlet bulup olmazlıkla münasip. Şununla bu Orta Asya moyun buldu. Şundan moyun buldu ki Şərq Türkistan'da şu Ürümçi hükümetiga ama bazı şu diplomasi hukukundan gönderdi. Misalga şu nime Maşingruy'nki ötkende Orta Asya ziyaret kılıp geldi. Ondan keyin Orta Asya'daki devletlerninki adamları Şərq Türkistan'ı ziyaret kıldı ve kılmadı. Ondan keyin bu Orta Asya'nın bazı devletlerninki baş elçisi mi alayda Beijing'den Ürümçi'ye gelip görüşüp git vardı. Yani bu ticaretini ravanlaştırış için bazı resmiyetlerini kolaylaştırmak lazım. Misalga şu tamojidan kandak çakan, tekşire çakan ötküzüş. Hazır Kazakistan ile Xitay'ın arasında vizini aldırdı. Yani vizsiz kırıp çıkamaydıgan bir halıga geldi. Hem de bu evvelki degandek ticaretlerini asanlaştırılandek, resmiyetlerini asanlaştırılandek Xitay nüfusu mu üyege çıkıp bardı hem de Kazakistan'da. Kazakistan'daki ticaretçiler mi köplep hem de Xitay'a baradı. Hem de bu yaxşı tarafı var hem de menfi tarafı var bu ahvalda. Kelgüsünde belki Xitay şu Tacikistan bile, Kırgızistan bile, Türkmenistan bile, Özbekistan bilan mı qilish mumkin. Türkiye mi shundoq bu? Bir oygacha vizasiz endi. Shundoq holiga kelgan taqdirda Xitoy nüfusimi, ya'ni Xitoy tijoratchilarmi O'rta Osiyoning hamma yeriga bora oladi. Xitoy nüfusi ko'paygandan keyin yerlik xalqni ta'sir ostiga ilishga tirishdi. Bu O'rta Osiyo devletlarinin siyosatiga aralashidi. Ondan keyin Afrika'da bo'lgandek xalqlarninki bu Xitoyga qarshi nefretler ve inkazlama paydo bo'ldi. Bundan keyin yani bu ahvollarni hal qilish uchun bu Xitoy bilan O'rta Osiyoninki orasida albatta degan manfaatlarni qo'llash uchun texmo bir quyuq munosabat qurishga tirishadi deb ko'rinadi. Mesela ben yaxşı tasdik qardım adam bular bu ticaret cihette Xitoyda O'rta Osiyo davlati o'tirisida o'tgan yili 2021 qaraganda 40% ish bu ticaret cihette. Bundan keyin bu Xitoyning O'rta Osiyo davlatlaridan ma'lumotlar yezigiliklik ham modda ilish import nisbati 50% ishibdi. O'xshash vaqtda Xitoyning bu O'rta Osiyoga sanoat mahsulotlari, mexaniklar mahsulotlarini setishmi 42% o'sgan bo'ldi. Yani hemden gözü günlerlik rakam olsa bu e-ticaret, yani soda ticareti mi? İnternet ticareti. Bu ticaret 95% işipti. Yani umumi rakamın ki somusu 80 milyar dolar etrafındayken. Yani bu ticaretteki bu taraflar bilmiş elbette siyaset, diplomatiyası degandek, iqtisod, qatnash, ma'rif hatta sayya hatta medeniyetga ta'sir ko'rsatishi mumkin deb o'ylayman. Hozirgi bu yig'indan Xitoyning kuchliqlarini yaxshi tafsirlab berdingiz. O'rta Osiyoda nima kuchli bu qatim yig'indi? O'rta Osiyodagilar yine evvelki degandek iqtisod ticari jihatda kutishleri bor. Çünkü bazı devletlerde bu o'zininki ham modda mahsuloti va ishlab chiqargan mahsuloti va
Bunu hem de Xitay bazarda setiş. Yani Xitay bazarı çoğun boğandan keyin, nüfus köp boğandan keyin bazar mı çoğun boğandan. Unda bazarda malımızını setip pul tapsak deydiğen niyet var. Yani, muvafık bir bazarda egenleş meselesi var. İkincisi hem de şu Xitay'nın O'rta Asiyaga qartilgan siyosatda O'rta Asiyaning xalqlarga yoki davlatlarga besim ishitish, ularni qiyin holga kelib bo'za qilishni istamaydi. Shuningga Xitoyningki tinchlik siyosati manda yaxshi, Xitoy manda Jahongir davlat bo'laman demaydi degan gaplarni ataydi O'rta Asiyoda. Yani Xitoyni bu narsani qilmadi. Bundan başka O'rta Asiyo devletlerinde Xitoy bilan Rusya'nın arasındaki münasebetinin bozuluşunu mu kalamaydı? Çünkü bozulup kalsa O'rta Asiyo'daki devletlerinin Xitoyni tanlamsa yoki Rusya'ni tanlamsa degan qiyin ahvolga tashlanadi. Yani bir chetdan abaqi degandek xavfsizlik chetdan ansirash bo'lg'achqa Rusya bilan bo'lgan munosabatni uzib tashlamaydi O'rta Asiyo. Yani şu iqtisod chetdan jeopolitik chetda Xitoy bilan yaqin munosabat, bu xavfsizlik chetda yine jeopolitik chetda Rusya bilan yaqin munosabat qurish. Ama yaqinqi zamonda O'rta Osiyo, yani yaqinqi yillarda O'rta Osiyo davlatlari şu Yevropa Birligi ve Amerika bilan bo'lgan munosabatlar asta paydo bo'lyapti ve isinyapti bu munosabatlar. Ama bunda bir ahval Rusya ve Xitoyni rahatsız kıldı. Çünkü O'rta Asiyo'daki devletler de şu Amerika'nınki mablag' silishini, Yevropa Birligi'ninki mablag' silishini istaydi. Bulduğu rakam qarasak Xitoy O'rta Asiyoga 15 milyar dollardan chiqaroq bir narsa mablag' sepdi. Yani 15 milyar Xitoy uchun bir cho'ng pul emas, ama O'rta Asiyoliklar uchun bir foydali bir ahvol. Eğer de her yıl 15 milyar salalıysa O'rta Asiyo devletleri zamanaviylashish chetdan foydali bo'ladi. Ama bunu yolsuzluk, çiriklik, parkurluk qilishsa bu pulni o vaqtida bu sağlam mablag'lama manası kalmaydı. Şununla bu O'rta Asiyo devletleri Xitoydimi şu texmi ko'plab mablag' silishini xohlaydi. Bunu yolg'izlar men degan Amerikadan, Yevropadan, Xitoydan emas, Yaponiya ve Janubiy Koreya ve Hindistondanmi buni talab qiladi. Şununla bundaq yig'inlar ikki temada esas müzakere kılındı. Birisi iqtisadi ticari enerji, birisi bo'lsa şu rayondaki xavfsizlik. Yani birisi sebep, yani küçük bo'lsa, yani Amerika'daki güçlerininki tekrar O'rta Asiyoga kirishini Xitoy ve Rusya ummaydi. Shunday bir munosabat. Malum endi bu Xitoy O'rta Asiyoda o'tgan yildan-yilga munosabatni yaxshilayotdi. Yaxshilashning ifodalarini ko'ryapmiz. Yig'in echyapti, mablag' so'rayapti, o'rtalikli savdolarni kuchaytiryapti. Diplomatiyani texmi merkezden rayon qarab taraqqiy qildiryapti. Ama bunu bu tusallığı buldu endi. İçki ve tashqi tusallığı. İçki tusallığını bir chet qayrab qo'yib, tashqi tusallığı mesela Rossiya tusallığı bo'lishi mumkin. Amerika tusallığı bo'lishi mumkin. Bunu kengaytirish bo'ladimi bu tusallıqlarni? Burun Xitoy O'rta Asiyoda harakat qilgan chaqda diqqat bilan harakat qiladi. Rusiyaningki yuz-ko'ziga qarab harakat qiladi. Harakat qilishdan avval Rusiya bilan so'zlashadi. Ama hazır Rusya anda bir ahvalga tushib qolgandan keyin hamda O'rta Asiyodagi ba'zi davlatlar, misol Qozog'iston, Tojikiston, Rusyani, Putinni tanqid qilgan gap so'zlarni degandan keyin Rusya O'rta Asiyodagi davlatlarga qarshi, misol Qozog'iston qarshi sen burun bir davlat emasdin. Yani bizim sayemizde bir devlet buldun degandek, shunday gaplarni degandan keyin arasındaki hem Rusya'nınki bu jangdagi ojiz ahvolga tushib qolishi, hem de bu Xitoyningki
meblag silişi veya pul berişi veya kural berişi degandek ticaretga muhtoj bo'lgan ekan. Xitoy hozir Rusiyadan bekmi tortinib qilmaydigan bo'ldi. Bir vaz qilmadi. Rusiyada ikki xil ovoz bor. Birisi deydi bu biz Xitoy bilan bizningki asos siyosatimiz o'xshash deydi. Shunga Xitoy bu O'rta Osiyoda nima ish qilsa, shu Rusiyaningki manfaatiga uyg'un deydi. Ba'zilar deydi undaq emas. Bizning orqa bog'chimizni Xitoy egallab ketdi. Biz shu Ukrainani ilishninki sababimi shu bizningki vujud qismini qo'llab qilish. Ya'ni O'rta Osiyoni agar tatqiq qo'ysak, bizni qo'llaydigan bir narsa qolmaydi. Shuningga bu Xitoyningki hozirgi O'rta Osiyo qarta ilib borgan siyosati, yeni İpek yo'li strategiyasi, Shanxay hamkorlik tashkiloti degandek mushu mexanizmalardan kuch qozonyapti O'rta Osiyoda. Shuningga bu ertugin bu Xitoy biyani mahkam egallab bo'lgan Rossiya qiyin ahvolda qolib qoladi deganlarmi bor. Ammo hukumat chetdan, ya'ni Putinning tabi bunday harakatlarni ya andoq yomondoq degan gapni demayotdi va deyamayotdi. Chunki bu 4-26-sida Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Rusiyanın Ukraynaga tecavüz qilganligi va bu yerdan chiqish kerak bo'lganligi haqida bir hujjatga ma'qul dedi, qaror berdi. Bunga Xitoy imzo qildi. Bu jangni to'xtatsin, rayondan chiqib ketsin degan gap degan maqsad bilan tayyorlagan bir doklad, ammo bu so'zning ichida Rusiyaning Ukraynaga tajovuz qildi degan gap bor. Ya'ni Xitoy hozirgacha Rusiyaning Ukraynaga tajovuz qildi degan gapni demayotdi, hujum qildi demayotdi. Bu jihatdan Rusni tanqid qilmayotdi Rusiya. Ammo bu da mana bir imzo qilgandan keyin hem Amerikani hem de Avrupa Birliği'ni biraz hoşal qildi. Nihayetinde bu Xitoy Rusya'ya karşı müştak imzanı koydu. Ama bu manasını unutmaz lazım deb o'ylayman. Mushu Shimoliy Koreya shu uzun, o'rta ve uzun menzillik roketlarni yasagan vaqtida atom bombalarını, hidrojen bombalarını sınav daha yeni sınav qilayotgan vaqtlarda Xitoy altılık devlet degan bir ustalni qurgan va shu Koreyaga yan besib o qolgan 5 devletning yoki 4 devletning nimasiga Koreyaga besim ishlatishni, Shimoliy Koreya besim ishlatishni qilg'izamadi, ya'ni Xitoy u yerda to'saqlik qildi, qilolmadi. Ammo o'xshash vaqtda Birleşken Devletler'de Kore yerim aralığında yadro kural bombası degan qarorga necha qatim Xitoy imzo atgan. Ya'ni Xitoy mayaqdan imzo qilib, oyoqda boshqa ishlarni qildigan bir nimasi bor, bir siyosiy engi bor. Chunki bu Xitoy nima deydi desa, Maodong Tongyi deydi. Hem Maodong hem Tongyi. Hem ziddiyet bor, hem de bütünlük bor deydi. Ziddiyet bütünlükning ichida bütünlük shu nimani ziddiyatni ichiga ilib ma'mudu deydi. Bu bir bütünlük deydi. Bu xil mantiqa boshqa davlatlarda pek bo'lmaydi. Zıtlık bo'lgandan keyin buni hal qilamiz deydi. Ya'ni zıtsız haliga ekilib, tinchlik haliga ekilamiz deydi. Xitoy bunda demaydi. Xitoyda yo'g'on bir bütünlük var. Bunun ichida zıtlıklar bo'ladi. Shuningga Rusiyaga boshqa chetdan yordam qilyapsizmi? Birleşken Devletler Teşkilatı'nda Rusya'nın qilmishligi qarshi hujjatga imzo qila oladi, imzo atadi. Bu Maodong Tongyi deydi. Shuningga Xitoyningki mantiqasini bilmagan taqdirda hozir Amerika qo'shil bo'lgandek, Avrupa Birliği qo'shil bo'lgandek bo'lib qolgan ahvol bo'ladi. Hozir Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang mana Germaniya, Fransiya va Norvegiyani ziyorat qildi. Ve Avrupa'ya karşı ciddi bir siyaset, diplomasi siyasetine terapi kıldırıyordu.
ve bu devletlerine Xitay bilen boğan bazı iqtisadi ticaret menfaatlerini tüpeyli Xitay bilen münasebetini üzültüşünü xalamaydı. Yani bir cihetten yani Xitay'nınki şu insan hakları, demokrasi degan qimmat qarashlarga hurmat qilmag'achqa yana bir cihetten şu Avrupa Birliği Xitayni tanqid qilyapti. Hozir hamda yana bir tanqid qiladigan ish şu Rossiyani Ukrainaga hujum qilish edi. Bununla Xitay anda bir imzo etish, ondan keyin tinchlik, xavfsizlik jihatdagi chaqirish degandek Xi Jinping bu yil 3 qatim bir narsani chaqirishni qildi. Bular hamda şu dünyanın tinchligiga foydali bo'ladi deb g'arbliklar shuni ishlaydi. Va bununla birlikte şu nima Amerika'nınki Beijing'deki şu büyük elçisi yani baş elçisi Bornus'ta bunda bir yapım dedi. Amerika Xitay bilan bunda urushib so'qishib qilishning hojati yo'q. Buni siyosiy diplomasiy munosabatlar bilan buni hal qilib bo'ldi. Shunga Amerika Xitay munosabatlar kuchlansin deb moyoqdan deb bo'yicha Amerika'nınki karxonchilar yig'ilib voy Xitoy bilan munosabatlarni qurmasak bizningki tijoratimiz yaxshi bo'lmaydi deb u yerdami gap ovozlar chiqyapti. Yevropa Birliği'de shunda. Yani Xitoy maqsadiga erishgan bo'ldi-da, shunda bir diplomasi, shunda bir manevra bilan Yevropa g'arb davlatlarini o'ziga qartishga bir natija olgandek turdi endi bu. Programımız bana bu sonuna akıllaşırsak hazır hem de Xitay bu İpek Yolu stratejisini yakın küçültüşüne erkek vardı. Bu aldığınız takılın yakın şunun bir kısmı. Sizin biraz bunu da yapıyorsunuz. Devamlı takipteysiz. Xitay'ın cihangirlik planı emel geçişi, İpek Yolu münasebeti işte. Xitay'da kaçan ki bu İpek Yolu stratejisi oturup koydu. Şarkı Türkistan'daki zulma, bağımsız küçültüye hatta bu irqi kırgınlık kadar berip yetken bo'ldi endi. Xitoyning bu Rossiyaning hozirgi pastlab tushib qolishi, Yevropa Ittifoqi va Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga tirishi, qatorliqlar va yangi İpek stratejisini jonlantirishga texnik kuchishi Sharq Turkiston siyosatini qanday ta'sir ko'rsatdi? Hamda Sharq Turkiston'ni hamda bu Xitoylashtirish bir yerde asimilasyon kılış Xitay'ınki esas siyaseten. Çünkü bu rayonlar Xitaylaştıramasa ebeki diyen İpek Yolu bir yerde ravan ötemeydi. Çünkü Şark Türkistan bir darvaz. Darvaz yıpılsa Xitay çıkamaydı. Şark Türkistan bir körük iki tarafına bağlayan. Körük yıkılsa Xitay yanalı çıkamaydı. Ondaqda Şark Türkistan'da bu müstakil bulman, Şark Türkistanlıklar hakkında qoğdayman, erkinlik bo'lman, hür bo'lman degan talablar Xitoy uchun bir muqimsizlikni yaratgan bir talab deb ko'rdim. Shuningga bu talabni tamoman yo'qotish uchun bu yerda Xitoylashtirish siyosati muhim rol o'ynayapti. Shuningga Xitoy o'zininki mushu jahongir davlat bo'lishininki bedeliga Sharq Turkistonliklarni yo'qotishga tirishyapti. Aziz görmənlər, biz bugünkü programımızda bu müşahininki 18-19 günləri Şiyendi çağırılğan Xitay və Orta Asiya dövlətləri Ali Başlıqlar yığını məzmunu və iki tərəf göstərən təsiri, şundaqla Şərq Türkistan göstərən təsiri və bunun aldıq tosalğılar digər məsələlərdə analiz etmişdirdik. Hər kim alın köp rəhmət sizə. Mən rəhmət edirəm.